O'zbekistonda media sohasini amaliy jihatdan rivojlantirishga qaratilgan yirik media haftalik loyihasining navbatdagi manzili Samarqand viloyati bo'ldi. 27-apreldan 1-mayga qadar davom etgan 5 kunlik intensiv dastur hududdagi media vakillari, axborot xizmatlari rahbar va xodimlari, jurnalistlar, blogerlar hamda kontent yaratuvchilarni bir maydonga jamladi. Mazkur media haftalik O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi tashabbusi bilan O'zbekiston Jurnalistlar uyushmasi, Yoshlar ishlari agentligi va viloyat hokimligi hamkorligida tashkil etildi. Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura qurilish universitetida o'tkazilgan mashg'ulotlarda taniqli media ekspertlar, kontent markazi mutaxassislari hamda tajribali jurnalistlar tomonidan seminar va amaliy darslar olib borildi. Samarqand viloyatida bir hafta davomida bo'lib o'tgan media forum bizga juda katta motivatsiya berdi. Ushbu media forum davomida turli mutaxassislar tomonidan turli mavzularda kontent yaratish borasida, bunda sun'iy intellekt, bugungi zamonaviy PR vositalaridan keng foydalanish borasida amaliy darslar bo'lib o'tdi. Ushbu amaliy darslardan biz o'zimizga tegishli ma'lumotlarni olib, kelgusida ularni o'zimizning faoliyatimizda keng qo'llash imkoniyatiga ega bo'ldik. O'ylaymizki, bu bilimlar bizlarga o'zimizning ish faoliyatimizni yanada kengroq olib borib, yanada samaraliroq ishlashimizga yordam beradi deb o'ylayman. Media haftalik an'anaviy seminar formatidan farqli ravishda amaliy yondashuvga asoslandi. Ishtirokchilar real keyslar ustida ishlab, tezkor qaror qabul qilish, auditoriya bilan samarali muloqot o'rnatish va zamonaviy kontent yaratish bo'yicha ko'nikmalarini rivojlantirishdi. Dastur doirasida strategik kommunikatsiya, antikrizis, PR, fact-checking, sun'iy intellekt asosida kontent yaratish, mobilografiya, ijtimoiy tarmoqlar algoritmlari bilan ishlash kabi yo'nalishlar qamrab olindi. Shuningdek, ishtirokchilar raqamli xavfsizlik, axborot bilan ishlash madaniyati va auditoriya ishonchini shakllantirish mexanizmlari bo'yicha amaliy bilimlarga ega bo'ldilar. Aynan jurnalistika sohasiga kirib kelganimizga 5 yildan oshdi va ayni paytda xususiy telekanalda faoliyat olib boraman va bu o'tkazilgan media haftalik shunaqa qiziq bo'ldiki, birinchi o'rinda guruhga bo'linib darslar o'tildi, treninglar tashkil etildi. Masalan, jurnalistlar uchun alohida, axborot xizmati xodimlari uchun alohida, blogerlar uchun alohida. Men esa shu jarayonda ham lavha qildimda, hammasiga kirib chiqishga harakat qildim. Jurnalistlarga kirdim, undan tashqari axborot xizmati xodimlari uchun o'tkazilgan treninglarga ham kirdim. Chunki u yerda berilayotgan ma'lumotlar haqiqatda qimmatli va biz uchun mahorat darsi o'tish uchun kelgan mutaxassislar ham haqiqatda O'zbekistonda aynan sohada eng oldi bo'lgan ustozlarimiz hisoblanadi va albatta ularni darslarini har bir daqiqasini diqqat bilan eshitdik va o'ylaymanki, har bir soha vakili bilimini mustahkamladi. Biz kabi yoshlar esa o'ziga yana qo'shimcha yangiliklar oldi va bu media haftalik menimcha eng avvalo barcha jurnalistika vakillari, ya'ni axborot xizmati xodimlari hamda muxbirlarni, jurnalist, blogerlarni bir manzilda jamlay oldi desam noto'g'ri bo'lmaydi. Eng birinchi o'rinda fact checking, shu bilan birgalikda reportaj tayyorlashda tahlilga ko'proq e'tibor berish hamda faktlardan ko'proq foydalanish haqida bizga ko'proq ma'lumotlar berildi. Albatta, eng avvalo tomoshabinni jalb qila olish, ya'ni lavha tayyorlashda, reportaj tayyorlashda eng avvalo lavhani boshida bo'lgan 3 soniya muhimligi va qanday qilib tomoshabinni ushlab qolish kerakligi, lavhani odamlarga sodda qilib xalqcha tilda yetkazish haqida bizga yanada ko'proq ma'lumotlar taqdim etildi. Jurnalistika sohasida 10 yillik tajribaga egaman. Shu sohada ishlab kelyapman. Samarqand viloyati bo'ylab o'tkazilgan media haftalikda ham juda ham ko'p ma'lumotlar, yangiliklarga ega bo'ldik. Albatta, tashkilotni imijini yaratishda matbuot xizmatining roli katta deb o'ylaymiz hamda asosiy e'tiborni mana shu auditoriyada yig'ish, qolaversa ijtimoiy tarmoqlarni mana shu auditoriyada qiziqarli qilib yuritish ham bu juda katta bir mahorat talab etiladi hamda bunda qiziqarli o'sha sohamizga oid bo'lgan ma'lumotlarni turli xil kontentlarda joylashtirish ham, ya'ni videoroliklarni yasash, sun'iy intellektdan unumli foydalanish, matn tayyorlash, ularni qisqa hamda tushunarli tarzda bugun ifodalab berish kabi juda ham qiziqarli ma'lumotlarni oldik. Tadbirlarda O'zbekiston bosma mediasidagi kontent, amaliyot, muammo va yechimlar, muhim siyosiy voqealarni ommaviy axborot vositalarida yoritishning asosiy yo'nalishlari, mahalliy va xalqaro medianing ijtimoiy tarmoqlardagi faoliyatiga oid keyslar tahlili, sun'iy intellekt sharoitida axborot maydonini himoya qilish, jurnalist va blogerlarning raqamli gigiyenasi, shuningdek korrupsiyaga qarshi kurashishda ommaviy axborot vositalarining roli kabi mavzularda so'z yuritildi. Tahririyatlar, texnik xodimlari va
operatorlar uchun amaliy mashg'ulotlar ham tashkil etilib, eksklyuziv media kontent tayyorlashning zamonaviy usullari, bunda sun'iy intellekt imkoniyatlaridan samarali foydalanish yo'llari o'rgatildi. Mobilograflar uchun ham alohida mahorat darslari tashkil etildi. E'tiborli jihati bu galgi mana shu media forumda, media haftalikda asosiy e'tibor aytishim mumkinki, sun'iy intellektdan qanaqa foydalanish, zamonaviy axborot texnologiyalarida mana shu o'zimiz faoliyatimizda, jurnalistik faoliyatda, axborot xizmatlarining faoliyatida, umuman blogerlarning faoliyatida qanaqa qilib foydalanishimiz kerakligi masalalarini ekspertlardan o'rgandik va bu borada tajriba almashdik. Endi hozir gazeta xodimlarini, umuman gazeta tahririyatlarini o'ylantiradigan masala o'sha auditoriya. Chunki yildan yilga ijtimoiy tarmoqlar faollashgan sari gazetalarni tiraji o'z-o'zidan kamayib boryapti va bu istaymizmi yo'qmi ijodiy jamoaga ham ta'sir qiladi. Mana shunday sharoitda uni qanaqa qilib ishlash kerakligini bizga juda katta jurnalistlar emas, mana shu sohada ishlab yurgan yoshlar kelib o'rgatdi. Bosma ommaviy axborot vositalarida ijobiy natijaga erishgan yoshlar o'zini tajribasi misolida bosma nashrlarni ko'proq elektron formatga o'tkazish va axborotni, umuman tahlilni elektron shaklda bosma hamda elektron shaklda yetkazish bo'yicha o'zaro tajriba almashib, ilg'or tajribalarni o'rgandik. Samarqand xalqaro turizm markazida o'tkazilgan haftalik yakuniga bag'ishlangan tadbir ham ko'tarinki ruhda bo'lib o'tdi. Unda mashg'ulotlarda ishtirok etgan jurnalist va blogerlar, axborot xizmatlari xodimlari hamda sohaga kirib kelayotgan yoshlar jam bo'ldi. So'zga chiqqanlar ta'kidlaganidek, bu kabi amaliy loyihalar media sohasidagi zamonaviy yondashuvlarni keng joriy etish, jurnalistlarning kasbiy mahoratini oshirish va axborot makonida sifatli kontent ulushini ko'paytirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, mashg'ulotlar davomida ishtirokchilar nafaqat yangi bilimlarga ega bo'lgani, balki o'zaro tajriba almashish, hamkorlik aloqalarini mustahkamlash imkoniyatiga ham ega bo'lgani alohida qayd etildi. Tadbir doirasida Kontent markazi va jurnalistlar uyushmasining bir qator yangi loyihalari taqdim etildi. Haftalik yakunida ishtirokchilarga sertifikatlar topshirildi. Media haftaliklar jurnalistlar, axborot xizmati xodimlari, blogerlar uchun o'ziga xos bir muloqot platformasi vazifasini bajaryapti. Bunaqa loyiha amalga oshirilmagan yaqin vaqt mobaynida. Bu albatta davlatimiz rahbarini ochiqlik siyosatini mahsuli deb qarashimiz kerak va bu jarayonlarda faqatgina kasbiy nuqtai nazardan o'qitilmayapti. Ham bugungi siyosiy jarayonlar, islohotlar haqida jurnalistlarimiz, blogerlarimiz axborotga ega bo'lyapti. Bugun Samarqanddagi turizm imkoniyatlari haqida axborotga ega bo'lyapti. Mana jurnalistlar uyushmasining yangi loyihalari haqida axborotlar beryapmiz. Maqsadimiz nimadan iborat? Maqsadimiz navbatdagi vazifalarni muhokama qilish, yangi vazifalarni tahlil qilish va bugun mediamizning holatini birgalikda ko'rib chiqish va bu o'ylaymanki, bunday birgalikda hamjihatlikda ish olib borilayotganligi media sohamizning ertangi kuni uchun juda muhim. Sababi biz muammolarni alohida qayd etib borishimiz mumkin, lekin sohani vakillari, media sohani vakillari, ham blogerlar, ham axborot xizmati xodimlari, ham jurnalistlarni bir platformada birlashib bu masalalarni muhokama qilayotgani bu ijobiy holat va o'ylaymanki, bu o'zbek mediasining, o'zbek jurnalistikasining ertasi uchun ham o'ziga xos bir amaliy ahamiyatga ega. Hozir davrada ko'ryapsiz, takliflar bildirilyapti. Mana media forumning yakunida biz yangi loyihalarni ko'ryapmiz, yangi fikrlar bildiryapmiz. Umuman bugungi loyihalarga jurnalistlarimizning munosabatlarini bilyapmiz. Mana shu media haftalik davomida o'zim Samarqandda ko'plab jurnalistlar bilan muloqot o'tkazdim, yoshlar bilan uchrashdim Samarqand chet tillari institutida va shuni bildimki, Samarqandda bugun jurnalistik an'analar, ustozlarimiz boshlagan an'analar faol davom etyapti. Yoshlar bu sohaga faol kirib kelyapti va bizga o'xshagan jamoat tashkilotlari vakillari yangi loyihalar bilan jurnalistlarni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, ularni yangi marralarga boshlashimiz kerak. Bu faqat tanlovlar orqali emas, bu ularni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq, ularni huquqiy psixologik yordam ko'rsatish bilan bog'liq jihatlarda yordam berishimiz kerakligini anglayapmiz. Umuman media haftaliklar har bir sohani vakili oldiga katta vazifalar qo'yapti, jamoat tashkilotlari oldiga ham, jurnalistlar uyushmasi oldiga ham yangi vazifalar qo'yapti. Bu vazifalarni amalga oshirish uchun kelgusida ham hamjihatlikda harakat qilishimiz lozim deb o'ylayman. Umuman olganda, mazkur media haftalik sohadagi mutaxassislar uchun samarali tajriba almashish maydoniga aylandi. Intensiv mashg'ulotlar ishtirokchilarning kasbiy salohiyatini oshirish, zamonaviy media talablariga mos ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qildi. Bu kabi amaliy tashabbuslar esa kelgusida mamlakatimizda ommaviy axborot vositalari faoliyatini yanada rivojlantirish, jurnalistikada professionallik va sifatli kontent ulushini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.